Assalomu alaykum, mujiki. Buni ko'ringlar-da. Шахзод, привет, что там, как дела? Я вот думаю, может мы твоих подписчиков обрадуем? Выберем 100 человек, как в прошлый раз, за подписку на Hype Fighting Asia и отправим 100 людям. Bu Hype Fighting'ni direktori bo'ladi. Bu o'tgan safar ham qiluvdi Tailandga vaqtimiz jangimizdan keyin. 3 kundan keyin 100 kishiga $50 beriladi. O'zlari tanlab beradi. Мы выберем 100 человек и отправим им по $50 из тех, кто под... 100 kishiga $50 tarqatadi 5 kundan keyin. Men hozir mana shu bilan birga kollaboratsiya qilib qo'yaman. Hype Fightingga kirasizlar, podpiska bosgan bo'lishlaringiz kerak. Keyin kommentariya nimadir yozgan bo'lishlaringiz kerak. Birmi, goldmi yozsanglar, shundan tanlab olaveradi. 5 kundan keyin podpiskani olib tashlaveringlar, farqi yo'q. 5 kungacha podpiska tayyorlab olib, pulli bo'lganlar qoladi. Menga nima bo'lsa, sizlarga ham shu bo'lsin deyman. Gilamning mujiklar xursand bo'lib, ikkita non olib, onaxonning yoniga kirsa, xursand bo'lib duo qilib qo'ysa bo'ldi. Shu Hype Fightingni belgilab qo'yaman, mana shu yerga atmetga qilib qo'yaman. Bosib kirib podpiska bo'lishlaringiz kerak. Keyin kommentga yozsanglar, kommentdan topib 100 kishiga $50 keyin beraman degan. Gap bo'lishi mumkin emas. Mujik skazal, mujik izdeylik qiladi. Kirib xursand bo'lsanglar bo'ldi. Sog' bo'linglar inshaalloh. Yaqin kunlarga yangilik bo'lib qoladi.